bayramda bir aylık işleri ne verip yese yap kelsak ular deb 5 yillik ketib atamdı. Unda olib qolsa mishaglikinglar ko'limi 1900 mol keldikke. Köl desanglar kuli var. Mayada bir köl, oyada bir köl, cho'ng ko'ldan mishadi bor. Ma atrofda emas yesaydigan yakka, ma uyning ichida yesaysanlar bo'ldi. Au, ichiga kirib yesaysanlar bo'ldi. Ma atrofda yesanglar bo'ldi. Ani ko'rsatgan atrofda yesayotganlar bor. Oyat kop pishirayotganlar bor. Ani ko'rsatgan. Odamlarni jiqchimoqlar ko'rdinglarmi? Bunda olib qolsa mush bayram kelib qoldi endi nega berib yesaysak ular degan do'stlar chekkansanglar, butunlay yaxsiz. Kirib qandaq o'rinda yesaysan pul olmaydi ekan. Faqat mishaning muhitini asirgan asosda mehnat qilyapmay, yesaygan narsani tashib etmay, foydalanib tamoq yeb o'ynab ketsanglar, yaxsiz holatda ichib o'tibdi. Bu bir shaxsiyning emas, kanitning yeriga shunga bu yerda yaqinlanmaydi. Anadan keyin bu yerning ko'lami 1900 mol keldikan mishani ochib mangdira oladigan odamlar bo'lib qolib qolsa, ma kanitdan naytib azon bada ijaraga birdi ekan. Ma bahasini men demay, pulisi chiqibsil o'ylab baxmagan darajada bak azon. Aş mangduralaydigan o'zing ishonchisi bor do'stimiz qasanglar bak muvaffaq bada birdi ekan. Hamsa mushtaq yozib qoldi, kengorchilik mushtaq o'rnini bir mangduralaydim menda. Unabati mushtaq ishni men burun qilib baqqan degan do'stlarimiz vaqtingiz chiqsa chuqum ya'ni kelib ko'rib baqqanlar bir so'da fursati ham sajmoqlar. 1900 mo ya'ni endi bilah yer ep qasang nech pul ijara olasizlar, lekin ya'ni behsat muvaffaq pulsi ya. Buni olib qasam yerda ko'p pishirib mash ko'p pishirgan yana bir ko'rib baqqalasizlar, bir ko'rib baqqanlar. Agar menga yesaygil kelib qolsanglar mushtaq biliq pishirdigan kebab pişirdiğin maxsus ocaq var ki, əgəgən göçlərinlərini, beliklərinlərini müşəhət üzərinə pişirib, xalqan yaxtığa yerlərə verib, oturub tamaq yeyib, bozulub kəsənlər buldu. Andı ki, mənə oxşaş ocaqdan tatıb ki, əgər göçək qalsanlar, şor pisəb isənlər buldu. Məşunlar həmis yesəyil kəpdim, baxanlar. Məşunda qaldı bayramda çiraylıq, mühit yaxşı, avaz yaxşı yerlərə verib, yesə yeyib kəsək buldu degan dostlarımız chuqum bir qatim kelib mishəgə yesə yeyib ketish unutqanmalar. Andı ki, pulumni köplər taqib qo'yinglar. Bilah yerə verib yesə yeysanglar, bəlkə pul töləşingiz mümkün yo'q. Shu yerə kirib yesə yegan pul töləyidigan ishlayacaq, lekin men kelib qolsanglar, ko'lami 1900 mol keldi ekan. Mushu 1900 mol doirada qayaga berib yesə yeysanglar hech qanday qilinmaydi ekan. Andı ki, mar taraflardami o'tirgan daka qilgan yerlar bor ekan. Agar mushani bir ichib baqsam bo'ldi, mangduralayman degan lobellib qolsa, foydalanib qolsanglar bo'ladi ekan. Men o tarafiga yo'lni qurib baza qilib, tamoq yemak-ichmak chiqarib qilsanglar bo'ldi ekan. Bu tarafida yayloqninki, mishaninki ham shaklini o'zgartirib asosda, buzib asosda mishadan beliq vaqamsizlar, o'dak vaqam nima qilsanglar, shu mishani foydalansanglar bo'ladi ekan. Pulusi baksat muvaffaq amsa, mushundaq ehtiyojli yoki mushundaq kirib yesa yegisi bor do'stlarimiz qolsanglar, mishak bir kelib ketinglar. Bu yana adresib qolsam, 90 oyimizdagi Tamto'roq tavasidagi Cho'laqtor kentiga joylashgan o'rin. Yana Cho'laqtor kelsanglar, yo'lning qirg'ida bir qo'noqlik qilib qo'ygan chiroyli uyli bor. Aşağıda resim tushgan, rasm olib qolsa, imkon sari qoldirib qo'yinglar. Menimcha nurg'un chin xalq do'stlarimiz yo'l to'psidagi qo'noq o'ydaymiz. Aşağıni bilasizlar. Shu yerga keliblam, qandaq do'stlarimizdan so'rasang deb turdi, mishadi bir sayohat o'rni va kantoq, nada desang deb turdi. Shu yerga joylashgan o'rinda. Ko'lami 1900 mo amsa. 5-chi ayning biri bayram bo'lib qoldi. Mush bayramda hamdi bir oylik ishlari sayohat qildigan yoki mushundaq kangri o'rinlarga berib yesan qildigan do'stlarimiz sizlarga saqlaymiz kelish o'tib qolmanglar. Lekin mushani bir ichib baqadigan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, 180 99 39 85 15 agar mishan acha olayman, mangdura olayman deydigan lobellib qolsanglar, mush nomer telefon qilsanglar bo'ladi. Pulusi baksat muvaffaq. Asli qilmasanglar, ko'plab taqib qo'yinglar, shunqandaymizda mushundaq bir o'rinning borligini bir shinqadik do'stlarimiz bilib qolsin. Maqlamsa, sizlarni mishani saqlaymiz. Cho'qim bir kelib ketinglar. Haqiqatan chiroylikga qaranglar. Kelib daka qilib o'tirib kelsanglar bo'ladi. Atrofimda daka qilgan yerlar bor ekan. Mushundaq yesaydigan sayohat qilganlar oyoq uzilmaylik qilgan ekan. Endi baş daduyning shujis deydi. Ma ishidiki ko'ldaymiz, ma 1900 pound ma tabiiy shakllangan ma rayonga o'zgartirish qilsak bo'lmaydi ekan, lekin meyalisiga yo'limidan 5-10 qurib, men oshxona qilib, men tamoq yeydigan yer qilib, faoliyat urlashtirgan yer qilib qilsanglar bo'ldi ekan. Ma yan tarafda tinchachanlari borki, ayrim joy mashina to'xtagan. Bu yerga har haftada mash yezdinki faoliyatlar bo'lib qolsa, mishak urlashtirdi ekan. Har haftada 15 kunda bir, haftada bir mishada faoliyatlar bo'lib turdi ekan, odamlar kelib turdi ekan. Mishani chuglaydigan, sayohat qildiganlarmi uzilmay keldi ekan. Bu yerga kelib qolsanglar qo'yilib bir xil qushlarningki ovozi, mushu ko'ldiki har xil paqalarning ovozi, ko'rilgan ovozi, qushlarning sarg'an ovozini shundoq mo'ngluq anglayotgansizlar. Bu yerdagi qushlarni bo'lsa ko'rib baxmagan shu yovvoyi qo'g'dildigan qushlar shu ko'lning atrofida borki, aqullar deymiz, har xil yangilik abaytni ko'rib keldik. Sizlarning mushaq tabiiy shakllangan, mushaq tabiiy yetgan manzarlarni o'z ko'zimizdan ko'rsak bo'ldi, mishakilib yesa yeb kelsak bo'ldi. Bir ko'rib baqsaq degan do'stlarimiz cho'qim bir qatim kelib, mushtoqlarimizga Cho'laqtor joylashgan, mushu sayohat o'rnini ko'zdan kechirib ketishinglarni, bayram kunlari mishakilib sayohat qilib ketishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman, ham taklif qilaman. Hamsa mushani elishni o'ylashayotgan do'stlarimiz kelib qolsanglar 1900 mo yevakam yerda matrab ko'lib ekan, o'zim ko'lib ekan, shundoq manzarasi chiroyli. Beliq vaqib beliq tutgan ishlarni qilib qilsanglar bo'ladi. Chiqib mayalisini qana o'zgarsanglar bo'ldi ekan. Yo'lni qo'yib, oshxona qilib, yemak-ichmak qilgan yer qilib degandek.
Hem de içigacha qilsam olmaydi, lekin pul bakazan. Siz o'ylab baxmagan barda bir vaqt ekan.